Qoryantog'da kirib yashashga tayyor xonadonimiz sotilyapti. Bu yerda umumiy yer maydonini aytadigan bo'lsak, 10 sotikdan iborat. Ammo juda chiroyli loyihalar bilan qurilgan. Mana bu yerga bemalol mashina sig'dirsa bo'ladi. Bu yog'i mana hop hovlisini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, tagi bitta xonasi podvalli qilingan. Hop, men ichkarini kirib ko'rdim. Ichkarilar tayyor-u, e'tiborimni tortgan jihati mana bu yer bo'ldi. Mana polni kelganingizda mana zal katta, mana ko'rib turibsizlar. Zalimiz kattagina qilingan. Odatda bunaqa joylarga masalan kirganingizda pol yengil qimirlaydi. Bu yerda pol umuman qimirlagani yo'q. Hop, juda ishlov berganmiz deyishyapti. Qarashgan ekan, xullas jihozlangan. Xullas mana shunaqa mana pol, patolog hamma yo'q bitgan. Mana bu yerga bitta uголок qo'yib, xohlasangiz mana bu yerdan bitta bo'lib turib, u yoqni alohida mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Pol qilib, ustida mana linonumlargacha qilib qo'yishgan. Bu yog'i mana ro'parada mehmonxonamiz joylashgan. Bu yerda mana gilamlar, pardalar hammasi qoladi. Hozir endi qolgan narsalarni aytamiz. Bu yog'i mana yotoqxona uchun mo'ljallangan xonamiz. Xo'sh, endi bu yerda gaz bor. Hozir men qolganini tushuntiraman. Hop, bu tarafimiz kuxnya uchun mo'ljallangan xonamiz. Kuxnyada ham deyarli hamma narsasi qoladi. Ayrim bitoy texnikalar chiqib ketadi. Masalan, bu yerdan chiqib ketadigani xolodilnik va yana o'sha ayrim bitoy texnikalar chiqib ketadi, ko'rpa-to'shaklar chiqib ketadi. Shu qolgan ham yo'g'i ko'p narsasi qoladi. Bu yog'i sanuzel, bu yer mana kattagina xona. Buni bemalol o'sha xona qilib ajratib qo'ysa bo'laveradi. Hech kimga xalaqit bermaydigan narsa. Mana shunga ulgurmay qoldik uka. Biz ham shuni o'yladik deyishyapti. Bu yerdan kir mashina chiqib ketadi. Qolgan ham yo'g'i qoladi. Xullas, mana shu xonadonimiz, ichki ko'rinishi. Konseynerlargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Xonadonimiz bilan tanishib chiqdik. Endi bu yerda огород qismlariga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda общий sanuzellari bor ekan, ya'ni hojatxonalari. Mana bu yerda o'sha pishma kran uchun pishma kranlar chiqarib qo'yishgan, kran suvlari kelgan, gaz va svetlar ham kelgan, muammosi yo'q. Faqat отопленияsiga ulgurmay qoldik. O'shaning uchun mana anjom pechkani qo'yib, bundan saqlab jon saqlari o'tkayli deyishyapti. Endi bu yilga hop kelganda endi sotadigan bo'lib qolishgan. Bu yog'i огород qismi mevali daraxtlar bor. Uyimizni mana endi ko'cha tomondan ko'rinishini ko'raverasizlar. Bu yog'i mana devorlar bilan o'ralgan, gazlargacha kirgan, sho'tchiklari hamma yo'g'i joyida. Yana bitta yaxshi tarafi, mabodo o'sha ekin-tekinni yaxshi ko'radiganlar uchun rosa qulay joy. Katta ariqda bo'yi. Mana shu momoxon ariqdan suv qiramoy kiraveradi. Огородni sug'orishdan ham umuman muammo bo'lmaydi. Hop, manzilini tushuntiradigan bo'lsak, manzili endi umumiy aytib qo'ya qolamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani, Jamashuv shaharchasi, Qoryantog' qishlog'ini hozir ko'rsataman. Mana bu sentralniy ko'chasi. Bu yo'llar asfalt qilingan, o'tgan safar open budjetda. Mana yangi mahallalar qolib ketgan ekan. Endi menimcha bu yo'lni ham qilib yuborsa kerak. Mana bu taniganlar bo'lsa, Qoryantog' sentralniy ko'chasi. Mana shlaka bloklar turgan uydan to'g'ri borsa, Jamashuv bog' ko'chasiga chiqib boramiz. Ana shu bog' ko'chadan kelaverishda o'ngga ketsak ana. Jentra yurgan tomonga yuradigan bo'lsak, Qoryantog'da o'sha maktablar sentr tomoniga boriladi. O'shandan sentrga emas, chapga yurib kelganingizda mana shu ro'paradagi uyimiz. Tagoni 10 sotikdan iborat. Xudo xolasa, hop, uylar bitgan, kirib yashashga tayyor o'sha ayrim bitoy texnikalar bilan ko'rpa-to'shak, mana shunaqa narsalar chiqib ketadi, o'sha kiyim-kechaklari. Pastda, ya'ni opisaniyada nomerlarni qoldiramiz, kommentariyada ham qoldiramiz. Shu sababi uy sotilgandan keyin nomerni o'chirib tashlashga ham bizga qulay bo'lishi kerak. Videoda qoldira olmaymiz. Xullas, nomerlarda sarlavhadan ham topasizlar, kommentariyadan ham hamma yoqdan topishlaring mumkin. Kelib ko'ringlar, jamashuvliklar bo'lsa. Xudo xolasa chiroyli qurilgan, mehr berilgan. O'sha ozgina ishlar bor. Darvozaxonani bitirib olinsa, endi o'sha mayda-chuyda ishlari istashga u yoqni o'zlaringga to'g'rilab olsalaring bo'laveradi. Narxini kelishamiz deyishyapti. O'sha egalariga telefon qilib, kelib ko'rib, kelishib olsalaring bo'laveradi. Mabodo biz mana shu Jamashuv atrofidan tashqarida kuzatayotganlar uchun lokatsiyasini Telegram kanalimda qoldiraman. Telegramda Mingbuloqda deb yozsalaring o'zi chiqadi, yashil значок bilan. Yashil belgili kanal, mana shunga kirsalaring lokatsiyasi bo'ladi. Bemalol shu lokatsiya bo'yicha kelib, ko'rib, ma'qul kelsa olsalaring bo'laveradi. Bu videoni mana shunaqa tayyor uy qidirgan yaqinlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib kuzatib turinglar. Xudo xolasa Instagram, Telegram kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysalar, u yoqda asosan
mana shunaqa uy-joyga oid yangiliklar, uy loyihalari hammasini qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar. To'klari ham kelgan, hamma yo'q joyida. Mana shunaqa.